Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızı olsun. Xitoy Şarkı Türkistan xalqining o'giziga chiqishini muchakladi. Xitoy virus yuqumining oldini olish bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqining ishiklarini taqab qamag'anni ozdab, uyining o'gizisiga chiqishini muchaklagan. Xitoyning yaqindan beri Sharq Turkistonda virus yuqumining oldini olish bahonasi bilan qilayotgan yo'lsizliklari xalqaro jamiyatning andisini qo'zg'amoqda. 23 avgust Facebook'ta tarqalgan 20 sekundlik sinda oshkorlanishicha, Xitoy Sharq Turkistonning G'ulja aholisini qattiq qamal qilgan bo'lib, doirlar xalqimizning ishiklarini sirtdan taqab, barliq ishda o'ziga muhtoj qilib qiynab och qo'ygan. Uyda beorom bo'lgan xalqimiz o'giziga chiqib, qo'shinlar bilan mungdishish orqali besim va azobni yengillatishga uringan bo'lsa-mu, navbatda 10 kundan buyon doirlar havodan uchquchisiz apparatlar bilan tekshiradiganligini bildirib, xalqimizning o'giziga chiqishini muchaklagan. Sharq Turkistondan tarqalayotgan sillar xalqimiz beshidan o'tkazayotgan kunlarning barg'ancha ig'irlashganligini, Xitoyning virus yuqumini kontrol qilish bahonasi bilan chorvachilarning kanitdan yayloqqa chiqishini cheklaganligi sababli ularning mollarining o'lishga boshlaganligini, dehqonlarning etizig'i chiqishi cheklanganligi sababli terigan tavus qo'g'in qatorliq mahsulotlarning etizdili sesib ketayotganligini, dehqonchilik va bog'vanchilik bilan shug'ullanadigan kishilarning 1 yillik emgakining bekor bo'lganligini ko'rsatmoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning atalmish virus yuqumining oldini olish bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqini ig'ir iqtisodiy krizisga so'rab kelish bilan birga, Xitoy o'lkalaridagi qamalda Xitoy dehqonlarining etiz-eriqdagi ziroat, ko'ktat va meva-chevalarni yig'ib olishiga fursat berganligini, hattoki vatanimizda aholilardan pul elib turib tarqitib berayotgan turmush lozimatliklaridami ig'ir hayonkashlik va fursatparastlik borligini, Xitoylar bilan Uyg'urlar orasidagi ayrimchilikning intayin zo'r ekanligini bildirishmoqda. Xitoydagi qurg'oqchilik tok yetishmaslikni keltirib chiqardi. Xitoyda davom qilayotgan yuqori temperatura va qurg'oqchilik Shanxay qatorliq Xitoyning janubdagi shaharlarida tok yetishmaslik masalasini keltirib chiqargan. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Sichuan o'lkasi tokka qattiq cheklama qo'yish tadbirlarini yo'lga qo'yib, tok yetishmaslik masalasining sanoat ishlab chiqarishiga ta'sir ko'rsatish masalasini hal qilish maqsadida kam ko'riladigan tokni cheklash tadbirini e'lon qilgan. Sahildagi chiroqlar o'chirilgan. Xabarda qayd qilinishicha, yozning 5-dan boshlab Xitoyning janubidagi shaharlar yuqori temperatura va qurg'oqchilik havo rayini boshdan kechirgan bo'lib, buningdan boshqa 7 va 8 avgust Changjiang daryosi o'ymonliqida ho'l yig'in miqdori to'van bo'lib, Changjiang daryosining suv o'rni uda to'vanlagan. Hamda suv elektr stansiyasi tok kamchil bo'lish sababli Xitoyning janubiy va dengiz bo'yi rayonlarida tok bilan ta'minlash masalasi jiddiylashgan. Undan boshqa Xitoyning janubidagi Jiangsu va Zhejiang qatorliq bir qancha o'lkada tok yetishmaslik masalasi ko'rilgan bo'lib, sanoat ishlab chiqarishi va kishilarning turmushiga ta'sir ko'rsatgan. Shanxay shaharlik hukumat yakshanba kuni kechdan boshlab 2 kun Huangpu daryosi bo'yidagi bog'cha va bir qancha rayonni o'z ichiga olgan bir qism manzillarni yoritadigan chiroqlarni vaqtincha o'chiradiganligini e'lon qilgan. Xitoy xabarlarida oshkorlanishicha, tok bilan ta'minlashning kamchil bo'lishiga taqobil turish uchun shahar savdo markazi faqat tushdan keyin shu joy vaqti soat 4 dan 9 gacha tijorat qilgan. Undan boshqa Sichuan o'lkasida 7-oydan boshlab davomli yuqori temperaturli havo davom qilganligi sababli o'l yig'in miqdori eng oz bo'lgan. Tok bilan ta'minlash yetarli bo'lmagan. Sichuan o'lkasi eng yuqori darajada tokni cheklash tadbirlarini yo'lga qo'ygan bo'lib, korxona, zavod qatorliqlarni tok bilan ta'minlashga chek qo'ygan yoki navbat bilan tok ta'minlagan. Hozir tokni cheklash tadbirlari kengaytirilgan bo'lib, barliq ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan o'rinlarga 25 avgustgacha tok bilan ta'minlash to'xtatilgan. Xi Jinping 2 yildan keyin tunji qatim Xitoyning sirtiga chiqmoqchi. 2020 yildan boshlab Xitoydan ayrilmagan Xitoy raisi Xi Jinpingning O'zbekistonga boradiganligi o'tirg'i qo'yilayotgan bo'lib, Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ini uchun Samarqandga boradiganligi mo'ljallangan Xining Rossiya prezidenti Putin va Turkiya prezidenti Erdo'g'an bilan ko'rishadiganligi mo'ljallanmoqda. CNN Turkning bugungi xabarida bildirilishicha, Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ini bu yil O'zbekistonning Samarqandda ochildigan bo'lib,
Xi Jinpingning 15-16 sentabr kunlari o'tkaziladigan boshliqlar yig'iniga qatnashadiganligi o'tirg'i qo'yilgan. Agar bu amalga oshsa, Xi Jinpingning Xitoy virusidan keyin tunji qatim chet elga chiqishi bo'ladi ekan. Yana bir faraz bo'lsa, Xi Jinpingning Samarqandda Rossiya rahbari Vladimir Putin va prezident Erdo'g'an bilan ko'rishadiganligi bo'lib, Xi Jinpingning bu yig'inga qatnashadiganligi texi rasmiy dalillanmagan. Eng diqqat qilinayotgan nuqta bo'lsa, Xi Jinpingning 2020-yili 1-oydan buyon tunji qatim Xitoyning sirtiga chiqadiganligi bo'lib, virus tadbirlari sababidan chegarasini taqagan Xitoyning o'z fuqarolarining chegaradan chiqishini zo'r darajada cheklash bilan chet elliklarning chegaradan kirishini qiyinlashtirganligi va navbatda Sharq Turkistondagi qamalning intayin kuchayganligi bo'lgan. Ikkinchi muhim nuqta Xitoy Kommunist partiyasining kuzda o'tkaziladigan 20-qurultoyi bo'lib, qurultoyda yangicha Xitoyning yangi raisi bo'lib saylandi. Shunga Xi Jinpingning sayohatga chiqishi uning prezidentlikka saylanganligini baldur e'lon qilganlik deb qaraldi ekan. Üçüncü amil Putin bilan ko'rishish bo'lib, bu ikkilan eng oxirida Beijingda ko'rishgan edi. Putinga nisbatan bu qatimliq uchrashuv Ukraina urushidan keyin borliqqa kelgan yolg'iz qolgan Rossiya obrazini Xitoy bilan yo'q qilishni maqsad qiladi. Prezident Erdo'g'anning dialog hamrohi salohiyati bilan ikki rais bilan ko'rishishga taklif qilinganligi e'lon qilindi. Sharq Turkistondagi qattiq qamal davom qilmoqda. Sharq Turkistonda 23-avgust bir kun ichida kasallik alomati ko'rilmagan Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchidan 169 ko'paygan bo'lib, Xitoy yuqum bahonasi bilan xalqqa qaratgan bostirish va nazoratni texmi kuchaytgan. Xitoy Sharq Turkistonga tava 9 nahiya 2 viloyatda virusning nolga tushganligini e'lon qilgan. Xitoy Jungshin to'rining xabar qilishicha 23-avgust kech atalmish Xinjiang virusdan mudofialanish va oldini olish tarmoqlari virusning navbatdagi ahvoli haqida axborot e'lon qilish yig'ini ochib, shu joy vaqti soat 0 dan 24 gacha Sharq Turkistonda kasallik alomati ko'rilmagan Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchidan 169 kishining yangidan ko'payganligini, mazkur yangidan ko'paygan virus yuqumi ayrim holda Sharq Turkistonning Urumchi shahri, G'ulji oblasti, Sanji oblasti, Korla, Qumul, Qutubi qatorliq rayonlarda tarqalganligini e'lon qilgan. Yig'inda yana hozirga qadar Sharq Turkistonda ilgari yuqum ahvoli ko'rilgan rayonlardan Xotan shahri, Burchin nahiyasi, Altay shahri, To'qsu nahiyasi, Aqsu shahri, Savan shahri, Durbiljin nahiyasi, Kucha shahri, Davanching rayonidan iborat 9 nahiya shahar rayonning hammasida yuqumlanuvchilarning nolga tushganligini, Xotan va Altay viloyatida virus bilan yuqumlanuvchilar umumyuzlik nolga tushganligini, Aqsu viloyatida uda 10 kun, Qizilsuv oblastida uda 9 kun, Qashqar viloyatida uda 7 kun, Bo'rdala oblastida uda 6 kun, Tarbag'atay viloyatida uda 4 kun yangidan yuqumlanuvchi ko'paymaganligini e'lon qilgan. Ammo Xitoy virus nolga tushdi deb e'lon qilayotgan shahar rayonlarning hali ham qamal ichida ekanligi, xalqning ig'ir vaziyatda ekanligi haqida tarqalayotgan ko'rinishlar Xitoyning asli maqsadining boshqa ekanligini ko'rsatib bermoqda. İltarish Qag'onning qabrisi va mangu teshi tepildi. Markaziy Qozog'istonga joylashgan Xalqaro Turk akademiyasi bilan Mong'oliya arxeologiya institutining O'tukan rayonida elib borgan tekshirish va tadqiqotlar natijasida Ko'ltegin va Bilga Qag'onning otasi Iltarish Qutlug' Qag'onning qabrisi va uning nomiga putilgan mangu tosh tepildi. Qozog'istondagi Xalqaro Turkiy xalqlar akademiyasi raisi professor doktor Tarxan Xizr Ali 23-avgust bu xabarni jakarlagan bo'lib, mangu toshlardagi xatlarning turkcha o'rxun yoziqi va so'g'dicha ekanligini, arxeologiyalik bayqashga aloqador tafsilotlarning Ulan-Batorda uyushtirilishi planlangan axborot e'lon qilish yig'inida uqtirilganligini bildirdi. Bu xabar Qozog'iston taratqularida O'tukan rayonida ajoyib yangilik deb e'lon qilingan bo'lib, arxeologiyalik ilmiy tekshirish o'miki O'tukanning Nomg'un vodisida Ko'ltegin va Bilga Qag'onning otasi Türk qag'onligini qayta tiklagan ulug' Iltarish Qutlug' Qag'onning qabrisini topganligini, hashamatli qabrida tepilgan mangu toshda Türk tarixini beyitadigan o'rxun va so'g'di yoziqlarda putuklar borligi bildirildi. Boshqa yangiliklar bo'lsa, Ulan-Bator axborot e'lon qilish markazida uyushtirilgan yig'inda oshkorlandi ekan. Iltarish Qutlug' Qag'onning asli ismi Oshna Qutlug' bo'lib, Iltarish uning unvoni, ya'ni chechilib ketgan elni to'plagan Qutlug' Qag'on degan ma'noda. Uning otasining ismi Itmishbek bo'lib, Ko'ktürk davlatini qurgan Qag'on jamoatidan. Iltarish Qutlug' Qag'on 681-yili Tang sulolasiga qarshi hujumga o'tib,
17 do'sti bilan ota bobolarning taxtini qayta tiklab, 50 yildan buyon boshsiz qolgan, peytirab ketgan turk xalqini yiqqan va hukmdor taxtiga o'ldirgan. Ba'zi tarixchilar u qurgan davlatni qutlug' davlati deb atashgan. Trumpning Floridadagi uyidan 700 bet maxfiy hujjat chiqdi. Yanvar oyida Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trumpning Floridadagi uyidan 700 betlik maxfiy hujjatning topilganligi bildirildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika davlatlik arxivxonasi yozim bayonot e'lon qilib, yanvarda Trumpning Floridadagi uyidan topilgan 15 quti hujjatning o'zlariga topshirib berilganligini uqtirdi. Bayonotda bularning ichida kam deganda 700 bet maxfiy hujjat borligiga ishorat qilindi. Davlat arxivxonasining Donald Trumpning Floridadagi uyi tekshirilgandan keyin bu bayonotni e'lon qilishi diqqat tortdi. Amerika Federativ tekshirish idorasi 8 avgust atiganda Trumpning Floridadagi uyiga bostirib kirib tekshirgan. Tekshirishdan keyin Trump yozim bayonot e'lon qilib, bu xalqimiz uchun zulmatlik bir chog'. Buningdan ilgari hech qanday bir Amerika prezidentining beshiga bundaq ish kelib boqmagan edi deb tekshirishga norozilik bildirgan edi. Azanni cheklash talab qilingan ariz rad qilindi. Hindlarning Hindiston shtatlik sud mahkamasiga azanni cheklashni talab qilib sungan arizi azan o'qish diniy erkinlikka daxli ta'ruz qilmaydi degan dalil bilan rad qilingan. Al Jazeera to'rining 23 avgustdagi xabarda bildirilishicha, dushanba kuni Hindistonning janubidagi Karnataka shtati yuqori sud mahkamasi hindlarning masjidlarda yangratqu bilan azan o'qishni cheklash to'g'risida sungan arizini rad qilgan. Sud mahkamasi arz qiluvchi davosining aksicha namozga chaqirish boshqa dinlarning diniy erkinligiga daxli ta'ruz qilmaydi degan dalilga asosan arizni rad qilgan. Bildirilishicha, bu delodagi arz qiluvchi Allohu akbar, ya'ni Alloh eng ulug' kalimasining islom e'tiqodiga o'xshamaydigan e'tiqodi bor boshqa hindi diniy e'tiqodchilarining hissiyotiga ziyon yetkazganligini da'vo qilgan. Sud mahkamasi mazkur rad qarorini Hindiston asosiy qonunining 25 va 26 moddalaridagi fuqarolarga diniy murosimlarni erkin o'tkazish va bayon qilish huquqi beriladi degan mazmunga asosan chiqargan. Ma'lum bo'lishicha, ijtimoiy taratqush supalarda sudning qarorini qo'llovchilar va qarshi turg'uvchilar o'rtasida fikrlar va talash-tortishlar ko'paygan. Qisman kishilar Twitter sahifasida sudning qarori butunlay to'g'ri. Men azaldan uy atrofidagi butxona rohibining nom o'qishidan shikoyat qilmadim deb yozgan. Yana bir kishi sahifasida agar masjidlarda yangratquda azan o'qish hech qanday masala bo'lmasa, masjiddagi yangratqu amaldan qoldirilmasa, bizmi butxonlarda yangratqu ishlatishimiz kerak deb yozgan. Ma'lum bo'lishicha, Hindistonning janubidagi Karnataka Oliy sud mahkamasi ilgari davlat maktablarining musulmon o'quvchilar va o'qituvchilarning darsxonada ro'mol artishni cheklash qarorini qo'llab qaror chiqargan. 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon Hindistondagi oshqun hindi dini muritlarining musulmonlarga qaratgan zo'ravonlik, ziyonkashlik qilish harakatlari ko'paygan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.